Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan Lacetti avtomobilni amortizator ponni ochib o'tib taxlab beracakmiz. Dumalda o'tirgan ekan, mana podushka o'tirgan. Buni o'tamiz, xudo xolasa. Endi xodoylarni bir qator cho'pini, mana rezinkalarni almashtirib beramiz. Rezinkalardan ponni hammasini almashtirib mashinani yumshoqqina etib sutamiz. Xudo xolasa xodoylarni hammasini ko'rib turibmiz. Ketgan sutamiz, ketmaganini o'zini qoldiramiz. Idealniy darajada bo'lsa qoladi, bo'lmasa almashtirib beramiz. Mana egasining xohishiga qarab kuzatishda davom etinglar. Hamma ma'lumotni berib beramiz. Oxirida adresimiz haqida ham ko'rsatib o'tamiz. Amortizatorni ham qo'ydik. O'zimizdan tayyor o'tilgan amortizator. Bu amortizator yumshoq etib ishlangan, ishlashi yumshoq. Amortizator yumshoq ishlangan, mashinam shuni nasinda sal yumshoqroq, o'ynabroq yuradi. O'zi barkadik, mashina ko'p chayqalmaydi. Yana podushkasi bilan o'tirib ketgan, ko'rdingizlar yana. Shunaqa bo'lishagina. Bu safarni mesela chuqur bo'lishi kerak mana. Bu o'tirib yonboshda qo'ysa dim tushunasizlar. Farqini yo'ttirsam buni ham qo'yamiz. Bu ozgina o'ynan sapini mashina yana ham yumshaydi, xudo xolasa. Hada o'ynam taxlasak, xudo xolasa dim ham yumshoqqina mashina bo'ladi. Ne do'stlar, bu yerdan ochdik, lekin bu tarafini ko'rsangizlar, ahvol sal achinarli. Mana mastazdan bosamiz. Sinib ketgan, qiyshayib. U lampachnik qatib qolgan, uni yog'lab yumshoqqina etdik, yana barakat tutdi. Qiyshayib, buni yeb tashlagan yeb mana. Mana rezinkalarni ham ditib tashlagan. Xudo xolasa taxlab yetib, tozdan bosib, mazatib o'tamiz xudo xolasa. Yumshoqqina bo'ldi, ishida amortizatorni boshqadan qo'ydik. Ochib ichini o'tirib, yumshoq etib, yumshoq usulini aytib o'tdik. Yumshoqqina yurishi uchun xudo xolasa. Bizni ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar. Bu tarafdan Darital Benstep Institute Urdu. Shundan o'tib kelasizlar. Mana bu yerda peshxod svetofor bor, knopka bosishdi. O'shanda o'tib kelasizlar. Mana bu barner, akvachidan keyin mana xodovoy moy almashtirish ko'rsatib berdi. Yuqoridan ko'rsat. Mana kontaktni swarka. Xodovoy amortizator. Endi bu tarafdan kelganda. Bu tarafdan kelsangizlar mana dehqon bozor. Bu yoqda dehqon bozordan to'g'ri kelaverishda o'zir Yoshlar cho'li. Shundan o'tib 10 qo'l aylanasizlar. 10 qo'l aylanib yursangizlar 300 metr. Shu yana chap qo'lda yo'lning bu tarafida. Bu tarafdan kelsangizlar Indabochaga qarab Ko'nak Qamish. Shu tarafda o'tib kelaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Keyingi chiqqan foydali videolarimizni ko'rib borasizlar.